Dada, qachon bizdan xabar olasiz? Jingalang joyini ko'rdinglarmi? Tepadan kuzatib turadi hammani. Qo'lidan qalam ruchka tushmaydi. Hatto men bilan ingliz tilini o'rganyapti. Oyimni mami deb chaqiradi. Oh my god deyishiga o'lib qolasiz. Uyda ham chaqqon dastyorimiz bu kishi. Qush inda ko'rganini qiladi deyishadi-yu. Kechqurun kitob o'qib bermagunizcha umuman uxlamaydi. Bugun buxorocha sambusa tayyorladik. Yeb ko'rganlar bormi? Shunday yeganingizda g'ijir qilib og'zingizda erib ketadi. Issiqligida yana ham mazali ketadi-da. To'y ma'rakalar umuman sambusasiz Buxoroda o'tmaydi. Boshini oyim boshladilar. Oxirini esa men tugatib qo'ydim. Meni like va podpiska bosib kuzatib turishni unutmang. Bundan xursand bo'laman. Qo'llarim dard ko'rmasin. Qozonni qanday yartillatib qo'yganman. Yaxshilab qizartirib oldim g'ijirlatib. Har doimgi gapim, kelinglar mehmonga. Endi mazasiga gap yo'q. Jingalakni yeyishingdan bilsalaring bo'ladi, buni qanday mazaligini. Ha, jingalakni bog'chaga bermoqchimiz. Shunga sizlar qanday qaraysizlar? Shunda men ham kurtlarimga bemalol qatna olaman. Kommentda o'z fikringizni yozib keting. Hozir uyda juda aqlli. Kitob o'qib beraman, til o'rgataman. Hatto uy yumushlariga ham qo'li kelishib qolgan.